Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa bugun yo'lga chiqdik O'zbekistonga bu yog'i. Hozir avtobus keladi, Rigaga ketamiz. Bittagina shu ruchnoy bagaj. Xudo xolasa bu yog'i O'zbekiston. Через Varshava uchamiz. Xolos avtobusimiz ham keldi. Mana shu avtobusda ketamiz. Ana shu ko'rib turganingiz 90% O'zbekistonlik akalar, o'zimiz akalar. Xudo xolasa shu akalar bilan birga ketamiz. Aeroportga keldik. Xudo xolasa hozir registratsiya boshlanadi. Xudo xolasa registratsiyalardan ham o'tib oldik. Bu yog'i endi Varshavaga. Varshavadan keyin Toshkent. Biz uchadigan samolyot ham yetib keldi. Mana bu yerda O'zbekiston havo yo'llari. Bir paytlar mana shu aeroportda oldiga ham ko'p o'sha yuk olib ketishga, yuk olib kelishga kelganimda ko'rardim. Samolyotlarni shu kunga nasib qilgan ekan, mana endi uchib ketyapmiz Xudo xolasa. Shunda ko'rib ketgilarim kelardi to'g'risi. Mana o'sha kun yetib keldi. Ishini mutaxassislari, eng ishini zo'r bajaradigan xodimlar ishlashiga e'tibor beringlar. Xudo xolasa Varshavaga. Xudo xolasa registratsiya ham samolyotga chiqish ham boshlandi. Toshkentga xudo xolasa uchamiz. Varshavadamiz hozir. Odam sal kamaysa keyin chiqamiz. Xudo xolasa oxirroqda bemalol Varshavadamiz hozir. Xudo xolasa samolyotga chiqish ham boshlandi. Polski o'sha nimasida ketyapmiz. Polshani Airlines deydimi, havo yo'llari xullas. Odam ko'p. Allohga shukr, Toshkentga yetib keldik. Xudo xolasa bu yog'i endi uyga. Xudo xolasa chiqib oldik. Akalarimiz kutib olishdi. Bahrom akam, Abdusattor akam. Bahrom aka, mana shu YouTube gruppamizni ochishga sababchi bo'lgan, shu videolarimizni hammasini montaj qilib qo'yadigan akamiz mana shu akamiz bo'ladi. Bu kishi Abdusattor akamiz. Katta chexolchi. Mashinani tuning, chexol, shumka, eng katta nomer 1 ishini ustasi. YouTube'da akamning ham kanallari bor. Abdu Uz Tuning. Sizlarga kattakon rahmat. Xudo xolasa yetib keldik. Bu yog'i endi uyga Xudo xolasa.